Assalomu alaykum, kanalimiz obunachilari. Sizlar bilan men Arka va Yusuf. Hurmatli yurtdoshlar, bugungi videorolikimiz ko'pchiligingiz so'ragan videorolik bo'ladi. Ya'ni joyni qidirib yuribmiz deb ko'pchiligingiz kommentariy yozib yordingizlar. Shu talab istaklaringizni binoan sizlarga joyni to'g'anman, shikolat narxda, shuni xudo qalsa kuzatib, ma'lumotlarni berib o'tishga harakat qilamiz. Adresini deysizlarmi? Adresimiz Xorazm viloyati Hazaras tumani Ismoilishon progressda joylashgan, To'rso'tda joylashgan ekan. Yeni 14, bunchakisi 28, 60 ekan, ya'ni 404 kvadratda joylashgan ekan. Joyimiz gömünib, taxlanib turibdi. Pasilkalik, pashti do'lishgan, ko'rib turgan bo'lsangiz mumkin. 30% beri kerbekli ekan. Hozir kelib bilsam, kerbekli dedilar 30%ni, hurmatli yurtdoshlar. Joyimiz gömünib, taxlanib turibdi. Xudo xolasa sotib oladigan bo'lsangiz, to'g'ri fundamenti boshlab beraverasizlar. Yeni 14, uzinasi, xudo xolasa hurmatli yurtdoshlar, buni uzinasi 28 60 ekan. 404 kvadrat bo'ladi. Gömülüb taxlanib turibdi. Sentralni yo'ldan 3-ko'chada joylashgan ekan. Bir de yo'limiz yana o'tgan, uyg'oq desak ham bo'ladi. Bir joyini bor ekan, ikkilanchi uy, ko'chani boshida ikkilanchi uy sizniki bo'ladi, sotib oladigan bo'lsangizlar. $2200 aytib turibdilar bahosini. Dokumenti 100% taxt $2200 geliştirib beraman dedilar. Ekrandagi telefon nomerlari bemalol chiqib ko'rasizlar. Bizlar nomimizni aytib chiqadigan bo'lsangizlar, ozmuncha chegirmalarni qilib beradilar. Xudo xolasa, hurmatli obunachilar. Aslida ham bo'ladi, sotiladigan yana motosikl ham bor ekan. Video davomida uni ham kuzatib o'tishga harakat qilamiz. Videoni ko'rsatib ham qo'yaylik. Bilasizlar, Marka va Yusuf sizlarga hayotda nimkalarni tavsiya qilmayman. Hurmatli obunachilar, yana bu yuqorida aytib o'tganimiz motosiklimiz Honji motosikl 2 tonnalik 37 milyon so'm biltir ag'an ekanlar, buni 3000 kilometr yurib turibdi ekan. 20 milyon so'm aytib turibdilar, buni gelishtirib beraman dedilar. Undan ham qaytib beradi ekanlar. Dokumenti bor ekan. Bir nomer olib berasizlar. Aynan tarafini bosa berasizlar. 3000 kilometr yurib turibdi dedilar. 2 tonnalik motosikl ekan. 20 milyon so'm aytib turibdilar, buni gelishtirib beraman dedilar. Shu telefon raqamlari aloqa chiqaverasizlar. Joyni kerakmi, motosikl kerakmi? Bemalol aloqa chiqaverasizlar. Gelişadigan joylari bor. Men nomini chiqargan bo'lsangizlar, yana ozmuncha chegirmalar ham kirib beradilar. Sog' salomat bo'lasizlar, hurmatli obunachilar. Bugungi videorolikimiz shu bilan o'z nihoyasiga yetdi. Videorolikimiz shundan ko'rganlaringiz uchun menga katta rahmat. Keyingi videorolikda, keyingi filmlarda ko'rishguncha hammani ishlardan muvaffaqiyat tilaymiz. Safarda yurganlar, oilangiz borina to'lib toshib kelib, imoratlarni solish, to'ylarni qilmak, mashinalarni minmak nasib ro'yobga yetsin. Salomat bo'lasizlar.